O'zbekiston radio kanali. Oddiy va samimiy to'lqinlar jilosi. O'n to'rtdan 30 daqiqa o'tib boryapti soatimiz millari tinglayotganingiz oddiy va samimiy to'lqin O'zbekiston radio kanali. Dasturlarimizni millat va ma'naviyat eshittirishi bilan davom ettiramiz. Mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etishdek ulug' maqsadga erishish yo'lida asosiy tayanchimiz bo'lgan azmu shijoatli yoshlarga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish, ularga barcha sohalarda o'z iqtidori va salohiyatini namoyon etishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratib berish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Chirchiq davlat pedagogika universitetida iste'dodli yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilishi bilan birga ularning har tomonlama kamol topishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Chirchiq davlat pedagogika universiteti gumanitar fanlar fakulteti o'zbek adabiyotshunoslik kafedrasi dotsenti vazifasini bajaruvchi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Arofat Mo'ydinova hamda yosh olimlar klubi a'zolarining fikrlari shu haqda. Chirchiq davlat pedagogika universitetida talaba yoshlarni o'sishi, ilm olishi, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishiga keng sharoitlar yaratilgan. Shu maqsadda yosh olimlar klubi universitet bo'yicha faoliyat olib boradi. Ana shu doirasida, ya'ni bizda talabalar akademiyasi tashkil qilingan. Ana shu talabalar akademiyasi qoshida gumanitar fanlar fakultetida ham yosh olimlar klubi tashkil etilgan. Biz mana shu klub doirasida talabalar bilan ilmiy tadqiqot yuzasidan mashg'ulotlar olib boramiz. Albatta, yoshlarni ilmga qiziqtirish, ularga ana shu ilm yo'lida qiziqishlari bo'yicha yo'llanma berish, yo'l yo'riqlar ko'rsatish bizning ustozlarning vazifamiz. Shu maqsadda biz har galgi mashg'ulotlarda talabalarga ilmiy maqola qanday yoziladi? Ilmiy maqola yozishdan maqsad nima? Buni uchun qanaqangi tavsiyalar berish kerak? Qanaqa yo'l yo'riqlar zarur bo'ladi? Mana shular bo'yicha biz ular bilan mashg'ulotlar olib boramiz va buni natijasida talabalarimiz o'zbek tilshunosligi, o'zbek adabiyotshunosligi yo'nalishida ilmiy tadqiqot bo'yicha o'zlarining ilmiy maqolalarini tahlil qilib, kamchiliklarini ustida ishlab va ularni ilmiy jurnallarga, xalqaro va respublika miqyosida o'tkazilayotgan konferensiyalarga, demak o'sha to'plamlarda nashr qilish uchun beramiz. O'zlari ham ana shunday konferensiyalarda ishtirok etishadi. Bunday konferensiyalarda talabalarimiz faol. Mana yaqinda ham Chirchiq davlat pedagogika universitetining mana shu gumanitar fanlar fakulteti, o'zbek adabiyotshunosligi va o'zbek tilshunosligi kafedralari tashkil etgan xalqaro ilmiy konferensiyada ham talabalarimiz faol ishtirok etishdi o'zlarining ilmiy maqolalari bilan. Bu juda ham katta biz talabalarimiz uchun tajriba bo'ldi. Endi biz ko'zlagan maqsadimiz nima? Ilmiy maqola yozish. Xo'p, bundan keyin nima qilish kerak? Bularni ham biz talabalarga tushuntirib boramiz va kelgusida bitiruv malakaviy ishlari yozish, magistrlik dissertatsiyalarini yozish va keyinchalik fan doktori, falsafa doktori darajalariga erishishlari uchun bu bitta zinapoya deb aytsak ham bo'ladi. Bu birinchi bosqichlar. Mana shu bizning klubimizdan sekin-sekin o'sib borib, bular xudo xolasa ana shunday yuksak darajalarga erishishlariga, ilm yo'lida fanimizga, xalqimizga, davlatimizga o'zlarini munosib hissalarini qo'shadigan kadrlar bo'lib yetishiga biz umidvormiz. Ana shuni tilak qilib, ana shu maqsad bilan ular bilan faol ishlashga, ularni qiziqtirgan savollarga javob berishga, ularni mavzu doirasida ilmiy tadqiqot uchun yo'naltirishga harakat qilamiz. Arofat opa, sizlarning klubingiz kabi tashkil qilingan klublar haqida boshqa universitetlarda, boshqa oliy o'quv yurtlarida ham mavjudligi haqida eshitganmiz, lekin ularni faoliyati qay darajada, jarayonlar qanday ketayotganidan to'g'risi bexabarmiz. Bu klubda hozir eshitishimcha 1 va 3-bosqich talabalari o'tirishibdi. Demak, qaysi bosqichda o'qishidan qat'iy nazar klubga a'zo qilingan nechta klub a'zosi bor? Ularni o'zlarining xohishlari bilanmi yoki tanlab olinadimi? Sinov asosida qabul qilinganmi? Shular xususida ham aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Rahmat. Biz mana shu talabalar akademiyasida turli yo'nalishlar bo'yicha klublar tashkil qilingan.
Masalan, o'sha eski o'zbek yozuvi bo'yicha ilmiy tadqiqot yana shunday klublarimiz bor. Ifodali o'qish bo'yicha va hokazo klublar faoliyat olib boradi. Mana shu klublar doirasida talabalar o'zlari xohlagan, o'zlari qiziqqan klublarga ishtirok etishadi. Buni hafta kunlari bo'yicha o'zi belgilangan jadval asosida tashkil qilingan ustoz professor o'qituvchilarimiz olib borishadi mashg'ulotlarini. Demak, talabalarga bu majburiy emas, bu o'zlari istaklari bilan ixtiyoriy qatnashadi. Demak, har bir klubdan o'zlari uchun kerakli bilimlarni olishadi. Xuddi shunday bizni yosh olimlar klubimizda ham 30 dan ortiq talabalar qatnashishadi ixtiyoriy ravishda. O'sha 1-kursdan 4-kursgacha bo'lgan talabalar ishtirok etishlari mumkin. Endi bunday klublar balkim boshqacha nomlanishda, boshqa universitetlarda ham tashkil etilgan, ularda ham faoliyat olib borishadi ustozlar. Biz Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetida ana shunday yosh olimlar bilan, yosh mana shu tadqiqotchi talabalar bilan olib borilayotgan faoliyatning natijasi o'laroq o'tkazilayotgan konferensiyalarda talabalar konferensiyasi tashkil etilgani guvohi bo'lganmiz va bizning talabalarimiz ham ana shu konferensiyalarda faol qatnashib, u yerda masalan o'sha rag'batlantirib, o'sha taqdirlanganlari ham bor bu talabalarimizni. Albatta, talabalarimizdan o'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi Rajabboyeva Gulsevar qizimiz ana shunday klubimizning faol a'zolaridan o'zini ilmiy maqolalari bilan konferensiyalarda faol ishtirok etadi. Marhamat. Juda ham yaxshi, demak Gulsevar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Men hozirda 3-bosqich talabasiman. Yosh olimlar klubiga 1-bosqich talabalik davrimdanoq qo'shilganman. Ushbu klub orqali bilimimni yanada rivojlantirdim. Mana hozirgacha 15 dan ortiq konferensiyalarda ishtirok etib, 20 dan ortiq maqolalar yozib, bu konferensiyalarda faol ishtirok etib kelmoqdaman. Arafat opa, demak bundan keyingi klubni rejalarida amalga oshirilishi kutilayotgan ishlar haqida ham o'zingiz qisqacha aytib o'tsangizda. Rahmat. Klubimiz doirasida hali bajaradigan, qiladigan ishlarimiz ko'p, oldinda hammasi. Nasib bo'lsa, biz mana shu talaba yoshlarimizni ilmiy faoliyat doirasida ilmiy tadqiqot bo'yicha olib borayotgan o'zlarini ilk ijodiy ishlarini, ilmiy maqolalarini alohida bir to'plam qilib universitet nomidan nashr etish niyatlarimiz bor. Mana shu maqolalarni yana ham kengaytirib, ustida ishlab, respublika va xorijiy ilmiy jurnallarda nashr ettirish va ilmiy jamoatchilikka bizning mana shu tadqiqotchi talabalarimizni faoliyatini keng yoritish niyat qilganmiz. Albatta, shu o'rinda Arafat opa, menda bir taklif bor. Bizning millat va ma'naviyat eshittirishi aynan shu yosh olimlar klubi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ysakda, ularning yutuqlaridan, amalga oshirayotgan ishlardan, demak, radio tinglovchilarimizni ham xabardor qilib borsak yaxshi bo'lardi. Talabalaringizni, klub a'zolarini, yosh olimlarni va sizni aynan O'zbekiston radiosining millat va ma'naviyat eshittirish yoziladigan studiyalarga taklif qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. E'tibor uchun salomat bo'ling. Rahmat. Demak, suhbatlashishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Men Husanov Jamoliddin, Gumanitar fanlar fakulteti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi hamda shu bilan birga Gumanitar fanlar fakulteti Talabalar akademiyasining 2025-2026 o'quv yili uchun yangi lider hisoblanaman. Talabalar akademiyamiz 2023-yilda rektorimiz G'afurjon Israiliyevich tashabbusi bilan ilk marotaba Gumanitar fanlar fakultetida ochilgan. Bu akademiya boshqa fakultetlarda ham bor, lekin aynan Gumanitar fanlar fakultetida Talabalar akademiyasi 100% ishlaydi. Ya'ni biz ilgarilab ketganmiz boshqa fakultetlarga nisbatan. Bundan tashqari aynan fakultetimizdagi Talabalar akademiyasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Yoshlar akademiyasi tarkibiga ham rasmiy ro'yxatiga ham kirgan. Bugungi kunda 2025-2026 o'quv yilida Talabalar akademiyamizda 25 ga yaqin klub hamda to'garaklar o'z faoliyatini olib boradi. Ularning ichida filologiya yo'nalishida tillar deymizmi, ingliz tili, eski o'zbek yozuvi, rus tili, turk tili, xitoy tili. Bundan tashqari pedagogik mahorat klublarimiz bor. Bundan tashqari Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari huquq ta'limi kafedrasining yosh huquqshunoslar, ilmiy tadqiqot kabi bir nechta klublari o'z faoliyatini olib boradi. Albatta, Talabalar akademiyamizning asosiy ikkita maqsadi iqtidorli talabalarni ro'yobga chiqarish hamda talabalarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishdan iborat. Bilamizki, hech qaysi bir talaba iqtidorsiz emas. Har bir yosh
layoqat bilan tug'iladi, faqatgina uni iste'dodini ro'yobga chiqarish uchun shart-sharoit kerak bo'ladi. Aynan akademiyamizning maqsadi ham, asl maqsadi shundan iborat. 2023-yildan boshlab har qanday talaba respublika miqyosidagi, xalqaro miqyosdagi yutuqlarga erishgan bo'lsa, barchasi aynan Talabalar akademiyasi qoshidan yetishib chiqqan. Biz albatta iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlaymiz. O'tgan yilgi nomdor davlat stipendiyalari, prezident stipendiyalari, yil talabasi deymizmi, ilhom mukofoti deymizmi, boshqa xalqaro konferensiyalardagi talabalarning yutuqlari ham, qatnashgan talabalarimiz ham aynan Talabalar akademiyasining faol a'zolari hisoblanadi. Bu jarayon bizda an'anaga aylanib qolgan. Misol uchun aytishimiz mumkinki, Diyorbek Turg'unpo'latov degan yosh iqtidorli talabamiz bor. Bugungi kunda Yoshlar akademiyasining universitet lideri hisoblanadi, lekin vaqtida 2022-2023 o'quv yilida Gumanitar fanlar fakulteti Talabalar akademiyasi lideri sifatida faoliyat ko'rsatgan. Bugungi kunda O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 2-kurs magistratura talabasi, Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibi hamda iqtidorli o'qituvchilarimizdan biri hisoblanadi. Aynan Diyorbek Turg'unpo'latov O'zbek tilshunosligi kafedrasi dotsenti Qodirjon Mo'ydinov ustozimizning iqtidorli shogirdlaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Abdullayeva Ozoda 2022-yilda Talabalar akademiyasining faol a'zosi bo'lgan, bugungi kunda Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi. Bundan tashqari pedagogika fakultetidagi yosh o'qituvchilarimizdan biri hisoblanadi. Yana bir misol sifatida aytishimiz mumkinki, 2024-yilda Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi Himmatova Gulnora Alaqul qizi ham aynan Talabalar akademiyasining faol a'zolaridan biri hisoblanadi. Aynan bizning fakultetimizdagi Talabalar akademiyasi boshqa fakultetlardan farq qiladi, chunki boshqa fakultetlarda, boshqa universitetlarda Talabalar akademiyasi faqatgina ilmiy faoliyat bilan cheklanishi mumkin, lekin bizda ilmiy faoliyat ham, ijodiy faoliyat ham bir xil olib boriladi. 50% ilmiy faoliyat, 50% ijodiy faoliyat. Bizda aynan ilmiy faoliyatdan tashqari she'r yozishga o'rgatishadi, hikoya yozishga, romanlar yozishga. Aynan buning uchun O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasi dotsenti Gullandam Tog'ayeva ustozimiz tomonidan mushoira klubi har hafta 2 marotaba o'zining faoliyatini olib boradi. Eng ahamiyatli jihati, mushoira klubida faqatgina gumanitar fanlar fakulteti talabalari emas, balki universitetimizning barcha fakultet talabalari ishtirok etishi mumkin. Faqatgina universitetimiz emas, aynan Chirchiq shahridagi 5 ta davlat va nodavlat ta'lim muassasalarining talabalari ham bemalol ishtirok etishlari, ko'nikma hosil qilishlari mumkin bo'ladi. Bu ham albatta akademiyamizning ulkan yutuqlaridan biri deb hisoblayman. Albatta, o'zimizda ham talabalarimizning shaxsiy tashabbuslari ham yo'q emas. Kelgusi yaqin yillarda fakultetimizdagi Talabalar akademiyasini universitet miqyosidagi eng kuchli akademiyaga olib chiqish hamda vazirlik tasarrufidagi eng namunali Talabalar akademiyasi sifatida chiqarishdan iborat yaqin yillardagi maqsadimiz. Mening yonimda yosh olimlar klubining faol qatnashchilaridan biri Sevinchxon turibdi. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizning klubimizga. Men Alaykum assalom. Ortiqova Sevinch Sherzod qizi, Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishining 3-bosqich talabasiman hamda mana shu yosh olimlar klubining a'zolaridan biriman. Bu klubga 1-bosqich talabasi ekanligimdan boshlab a'zo bo'ldim. Bu klubning nomlanishi meni o'ziga jalb qildi, ya'ni yosh olimlar. Demak, siz kelajakda haqiqiy olima bo'lmoqchisiz. Xudo xohlasa, ya'ni 1-kurs talabasi hamma ham o'zgacha ishtiyoq, o'zgacha energiya va o'ziga oldiga maqsadlar qo'yib keladi. Olam orzular bilan keladi. O'sha talabalar qatorida men ham bordim, shu klubga a'zo bo'ldim. Mana 3-bosqichga yetganimda ozmi ko'pmi muvaffaqiyatlarga erishdim. Maqola yozishni, sirorlarni o'rgandik. Birinchi maqolalarimizda xato va kamchiliklarni shu klub a'zolari bilan birga to'g'irladik, muhokama qildik, ustozimizdan ma'lumotlar oldik, ko'rsatmalar oldik. Boya yuqorida ustozimiz ta'kidlab o'tganidek, Alisher Navoiy universitetida bir qancha konferensiyalar bo'ladi klubimizda. Shu konferensiyalarning birida o'zim ham faol ishtirok etib, eng nazariy maqola nominatsiyasida g'olib bo'lganman va yaqinda bo'lib o'tgan Millatlar mozaikasi xalqaro konferensiyasida ishtirok etishga va unda do'stlik elchisi ko'krak nishoni sohibasi bo'ldim. Ilmiy rahbarim uchun faxriy yorliq, ota-onam uchun rahmatnomalar bilan taqdirlanishga ham sazovor bo'ldim. Mana shu yutuqlarimning barchasiga sababchisi mana shu klub bo'ladi. Biz ham tabriklaymiz. Rahmat. Klubning eng yaxshi taraflaridan biri bu bizning darslarimizga xalaqit bermasligi. Bemalol darslarimizda ishtirok etib, undan so'ng kelib qatnashib, fikr almashib, o'zaro mulohazalar, munozaralar bilan yanada bilimimizni boyitishligimiz eng klubning yaxshi taraflaridan biri. Endi shu ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan ilmiy maqolalarni kuzatib borsangiz kerak. Albatta, ba'zan kamchiliklari, ba'zan yutuqlar haqida o'zaro shu klubda muhokama ham qilasizlarmi?
qilamiz albatta, ya'ni misol uchun fikr bildiramizda. Mana bu joyda bunaqa fikr bildirilsa bo'lardi yoki bu joy balkim degan fikrlar bo'ladi. Yutuq va kamchiliklari o'rganiladi. Ya'ni bu yutuq va kamchiliklarni o'rganish o'zimiz uchun hamda kelajakda o'zimiz maqola yozayotgan vaqtimizda mana shu joyda kamchilik bo'lganda biz buni qilmasligimiz kerakdir degan narsalar ham bor. Sevinch, mana hozir suhbat davomida sizni shu aynan shu Chirchiq davlat pedagogika universitetida ta'lim olayotganingizdan mamnun ekanligingiz sezilib turibdi-da. Demak, universitetda yaratilgan yoshlar uchun sharoitlar, umuman olganda shunga o'xshash yana qanday jarayonlar bor sizni quvontirayotgan? Talabalarga juda katta imkoniyatlar berilgan, kutubxonalar, klublar tashkil etilgan, har bir talabaga o'ziga ilmiy rahbarlar biriktirilgan. Chirchiq davlat pedagogika universitetida dars beradigan har bir pedagog o'qituvchi qo'ldan kelgancha yordam beradi. Talabalarning bir-biriga qanday ko'maklari bor? Talabalar ham bir-biriga ko'maklashishadi. Talabaga ustoz shiori ostida suhbatlar yoki bo'lmasam, misol uchun magistratura bosqichida o'qiyotgan yoki bo'lmasam nomli stipendiya sohibasi bo'lgan talabalarimiz bor. O'sha talabalar aynan talabalarga yo'l yo'riqlar, maslahatlar berishadi. Mazmunli suhbat uchun sizga rahmat. Sevinch, o'ylayman kelgusi davra suhbatlarida yana uchrashamiz. Yangiliklardan albatta bizni xabardor qilasiz. Sizga yana muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Aslida har qaysi davlat, har qaysi xalq intellektual salohiyati, yuksak ma'naviyati bilan qudratlidir. Ma'naviyat esa insonni ruhiy pokilanish va yuksalishga da'vat etadigan, uning ichki olamini boyitadigan, iymon irodasini, e'tiqodini mustahkamlaydigan, vijdonini uyg'otadigan qudratli kuchdir. Shuning uchun ham ma'naviyat yo'q joyda hech qachon baxt va saodat bo'lmaydi. Uni mustahkamlash uchun avvalo yoshlar o'rtasida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan vazifalar bisyor. Aziz radio tinglovchilar, siz Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti O'zbek adabiyotshunoslik kafedrasi dotsenti vazifasini bajaruvchi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Arofat Mo'ydinova hamda yosh olimlar klubi a'zolarining fikr mulohazalarini tingladingiz. Mavzuni 7-noyabr kuni soat 14:30 o'tganda efirga uzatiladigan Millat va ma'naviyat eshittirishida yana davom ettiramiz. Shuning bilan bugungi eshittirishimizni yakunlaymiz. Eshittirishni jurnalist Shokirjon Siddiqov tayyorladi. E'tiboringiz uchun tashakkur. O'zbekiston radio kanali qalblarga hamohang to'lqin. Oddiy va samimiy to'lqin.